Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Oydiki A. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. A. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. A'ning ayrim shakli. Misol at. A'ning ayrim shakli. Misol ara. A'ning ayg'idan olingan shakli. Misol alma. A'ning ayg'idan olingan shakli. Misol ün alg'u. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. At. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Ara. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Alma. A harfining ayğıdan olunup kildiğen şekilnin yazılış tertibi. Ün algı. A harfining ayğıdan olunup kildiğen şekilnin yazılış tertibi. Ay buldu kichik kiymem. Orgaq ayga olturdum. Ay buldu kichik kiymem. Ko'rdim sansiz yultuzni. Ko'k ara kizib berdem. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili. Başlangıç seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati